Xonadon dasturi doirasida xonadoniga quyosh panellarini o'rnatgan jismoniy shaxslarga quyosh paneli orqali ishlab chiqarilgan va yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasining har bir kilovat soati uchun 1000 so'mdan subsidiya ajratilib kelinmoqda. Assalomu alaykum, Solar Pro kanalining kuzatuvchilari. Bugun navbatdagi obyektimizda Oybekjon akamiz bilan birga obzor qilib beramiz. Necha kilovat qo'ydirganmiz, qayerga qo'ydirganmiz, qanaqa foyda bo'lyapti, quyosh panellarimiz o'zini oqlayaptimi, yo'qmi? 2025-yilda misol uchun qo'ydirish kerakmi, kerak emas. Shu bo'yicha batafsil shu video davomida ko'rib chiqamiz. Xo'p. Assalomu alaykum Oybekjon aka. Assalomu alaykum. Yangi navbatdagi obyektimiz bo'yicha bir ma'lumot berib o'tsangiz, bu o'zi qayerdamiz va necha kilovat qo'ydirgansiz, shular bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz aka. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilarimizga hozir bu 30 kilovatli quyosh panel stansiyasi 56 dona quyosh panel qo'yilgan betga. Quyosh panel donasi 500 wattdan qo'yib berganmiz. Bu paytda endi bu obyektimizga 1,5 yil bo'ldi qo'yib berganimizga. Bu fermer xo'jalik, tashqarida 10 gektarlik atrofida yeri bor. Juda katta ekanligi. Endi yeri bor. O'zi fermer xo'jalik, bundan tashqari atrofda yeri borligi, kapilni arasheniya hisobiga o'sha paytda quyosh paneli o'rnatish kerak bo'lib qolgan va biz 1,5 yil oldin shu fermaga quyosh panellarni chiroyli qilib o'rnatib berganmiz. 30 kilovat o'rnatib berganmiz. 56 donadan iborat, mana ko'rib turibsizlar. Holati chiroyli turibdi. Har bir gradusni hisobga olganmiz. Shu hozir bitta normamiz 32-33 gradusda. Shamolni hisobini olganmiz. Quyosh chiqishi azimutini hisobga olib, shu turishimizda 180 gradus azimutni hisobga olib o'rnatib, chiroyli o'rnatib berganmiz. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, bu yerda fermerda o'zining nasosi bor. Asosan suv bu yerda ko'rdikki aka, juda ham chekka joy, suv kelish juda katta problema. Asosiy muammo suv ekan. Bu yerda necha metrdan suv chiqadi primyerdan? Suv 120 metrdan suv chiqadi. 120 metrdan suv chiqar ekan. 120 metrdan suv chiqadi. Keyin yana bir narsani hisobga olib qo'yamiz. 15 kilovatli nasos qo'yilgan. Shu nasosda rasxodini, hisob kitobini hozir quyosh paneli qoplab turmoqda shu kunda. Bundan tashqari o'zini boshqa qo'shimcha rasxodlari ham bor. Endi asosiy maqsad nasosga o'rnatilgan. Bizni kuzatib borayotgan hozir kunda asosiy muammo skvajinalar, shunday uydagi nasoslar, bog'dagi nasoslar, shunaqa fermerlarda asosiy muammosi suv chiqarish va elektr bilan bog'liq muammo bo'lganligi uchun shu 1,5 yil oldin o'rnatgan shu stansiyamizni nasos bilan bog'liqligi uchun biz obzor qilib ketyapmiz hozir. Demak, Oybekjon aka ko'proq fermer xo'jaliklari, tadbirkorlar bu narsa juda ham hozirgi paytda kerak. Ha, albatta sizlarga qisqacha biz kuzatuvchilarimizga qisqacha ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. 30 kilovatlik quyosh panel stansiyasi hisob kitob aniq bo'lishi uchun sizlarga aniq ma'lumot, ya'ni 30 kilovat bu 1 yilda 45 ming kilovat atrofida sizga o'rtacha elektr energiya beradi. Bu ham deylik invertorga bog'liq, paneliga bog'liq. Shu sababli sifatsiz panel, sifatsiz invertorlarda adashib qolmanglar. Agar siz adashib qoladigan holat bo'lsa, unda qo'yayotgan stansiyalaring u darajadagi kutayotgan effektni bermay qoladi. Shu sababli yaxshisini qo'yinglar. Balki 45 mingdan 50 minggacha bo'lgan kilovatda sizga yaxshi sifat ko'rsatishini beradi. Oybekjon aka, bitta savolimiz bor. Bu narsani ko'p kuzatuvchilarimiz ham berishmoqchi bo'lsa ham kerak, balkim. Bu obyektimizga 1,5 yil oldin primyerda qancha pul ketgan oralig'ida va o'sha paytda 1,5 yil oldin davlat qanchadan sotib olardi quyosh panellaridan energiyani? Hozir bularda shunaqaki, mana ular nasosni kunduz ishlatishadi. Shu sababli kunduzi ishlatishning hisobiga bu quyosh panel stansiyamiz mana hozir 20 kilovat, 22 kilovat, 24 kilovat atrofida hozirgi mana momentda invertorda ham ko'rasizlar. 18 kilovat shunaqa atrofda chiqarib berib turadi. Endi nasosimiz 15 kilovatlik. Bemalol qoplaydi. Bu asosan nasosga o'rnatilgani sababli shu davr mobaynida qoplaydi. Bemalol
shu nasosda tejamkorligiga olib ketadi. Rasxod nasoslarni ham tejamkor turi qiladi. ko'p, to'g'rimi? Metrga qarab, misol uchun 50 metrgacha, 100 metrgacha har xil quvvatdagi motorlar keladi. Shunga qarab quyosh paneli tanlasa bo'ladi. Albatta, buni birinchi o'rinda mutaxassislarimiz quyosh panellarini o'rnatishidan oldin nasosda ya'ni xarakteristikasini o'rganib chiqadi. O'rganib chiqib, shu nasosga mos, ya'ni kubasiga qarab, kilovatiga qarab biz quyosh panel stansiyasini moslab beramiz. Hozirgi kunda ikki xil turdagi biz stansiyalar o'rnatib beryapmiz. Birinchi turi 10 grid tizimidagi bo'lsa, mana shu turdagi, ikkinchi turi birinchi turi 10 grid tizimida bo'lsa, 10 grid tizim faqat shuni ham ozgina tushuntirib o'tsangiz, 10 grid va off gridlarga ko'p tushunmasligi mumkin. Ma'lumot. Mana deylik 10 grid deymiz. 10 grid ya'ni tizim bilan ishlaydi. Davlat yana elektr tizimi bilan birga hamkorlikda ishlaydi. Elektr energiya bilan birga shu invertorga ulanadi. Ortiqcha elektr energiya tarmoqqa sotadi. Ana endi off grid tizim deymiz. Ya'ni bunda off grid tizimida hozirgi kunda chistotniklar qo'yib beryapmiz. Chistotniklar orqali uzoqda bo'lgan, ya'ni elektr energiya kelmagan holatlar bo'lsa yoki misol deylik tepa qo'yib deylik stalbada tortib kelish noqulay bo'layotgan bo'lsa, elektr energiyani biz ularga chistotnik qo'yib beryapmiz. Elektr energiya umuman kelmagan bo'lsa ham biz bemalol quyosh paneli orqali suv nasoslarini ishlatib beryapmiz hozirgi kunda. Shu sababli ikki xil turda, ya'ni 10 grid tizimi hamda off grid, ya'ni chistotnik invertor yordamida biz suvlarni chiqarib beryapmiz. Endi yana bitta qiziq narsani aytib o'taman sizlarga. Ko'pchilikda savol bo'lyapti. Narxi qanchaga tushgan o'sha paytda? Ya'ni 1,5 yil oldin, 2 yil oldin quyosh panellar xabarlarim bor, narxlari qimmat bo'lgan. O'sha paytda kilovatini adashmasam 6 milliondan o'rnatib berilgan. Podключ qilib, dokumentlar bilan birga to'liq hajmda puskanalatga hamma yo'q bilan yetkazib berishlar bilan kilovati 6 milliondan tushgan, ya'ni 180 million atrofida tushgan. Endi xo'p, hozirgi kunda bularni narxlari o'zidan kuzatib boryapsizlar, ancha tushgan. Bemalol hozir oldin misol 4 yilda, 5 yilda qoplasa, mana hozir 2,5 yil, 3 yilda o'zini o'zi to'liq qoplaydi. Yana bitta joyga kelib-ganda aytib o'tib ketaman. Hozir mana ko'ryapsizlar, sug'orilmayapti, nasos ishlatmayapti. Lekin shu paytda o'zida stansiya ishlayapti, elektr energiyani tarmoqqa sotyapti. Ya'ni bu tadbirkorga, fermerga juda ham foydali bo'ladi. Albatta foydalaninglar, daromad ko'ringlar. Zo'r. Endi bitta invertorda ko'rib o'tamizmi aka? Mayli. Ko'rsatib o'tsangiz, qancha yozgan, real vaqtingiz qanaqa ishlayapti o'zi вообще-то? Qanaqasidan qo'ygansiz? Oybekjon aka, bu obyektimizga hozir necha kilovatli invertor mo'ljallab qo'yib bergansiz? Shu bo'yicha qanaqa firmani tavsiya berasiz? Chunki invertorlarda ham turi juda ham ko'p. Garantiya beradigani bor, garantiya bermaydigani ham bor. Xuddi telefonda ham bir yilga garantiya beradiganlari bor, bir oyga garantiya beradiganlari bor-da. Ko'pchilik kuzatuvchilarimiz aytadi, biz olgandek anaqasidan 1 yilga qolmay kuyib qoldi, nima qilsak bo'ladi. Yana boshqatdan 500-600 bo'lgani boshqa invertor olishadi-da qo'shib sarflab. Chunki quyosh panellar o'rnatadigan ustalar ham ko'payib ketganda, qo'l bola qo'yib ketishadi, arzonroq bo'lsin, byudjetli bo'lsin deb va 2 marta qo'shimcha rasxodga tushyapti. Shuning uchun olganga yarasha sifatlisini, yaxshisini olsin. Masalan, ko'p aytib o'tgan akamiz ham ikkita firma bo'lsa, bitta yaxshisini anish ekan menimcha. To'g'rimi aka? Albatta, rahmatulloh, to'g'ri aytyapsiz. Biz bu yerga 30 kilovatga mo'ljallab Solix kompaniyasini invertorini, 10 grid invertorini o'rnatganmiz. Buni afzalliklarini ko'p boshqa intervyularimizda ham, videolarimizda ham qo'yib borganmiz. Hozir bu yerga kerakli himoya vositalarini o'rnatganmiz. Shitiga Wi-Fi modullar ulangan, Wi-Fi routerlarini olib kelib, sim kartalarga mo'ljallab turib, Wi-Fi tarqatib, shu orqali biz buni ishlash tizimini nazorat qilib turamiz. Xo'p, albatta zazmileniyalari qilingan, hamma kerakli texnik tarafdan qilinadigan ishlar barchasini qilganmiz. Hozirgi kunda mana 1,5 yildan beri salkam 2 yil bo'lib qolyapti. Tadbirkor, ya'ni fermer chiroyli qilib ishlatib kelyapti shu narsadan. Mamnun. Endi tadbirkor fermerlar ko'pchiligi ekranga, televideniyega chiqishga to'g'risi tortinishadi, xijolat bo'lishadi. Shu sababli o'zimiz obzor qilib aytib o'tib ketyapmiz.
Xo'p. Aka yana bir tavsiya bersangiz, quyosh panel o'rnatmoqchi bo'lgan dehqonlar, fermerlar, tadbirkorlar bo'lishi mumkin. Kuzatuvchilarimiz orasida qanaqa nimalar tavsiya berasiz? Necha kilovatlar qo'ydirsin va nimalarga e'tibor berilsin quyosh panel o'rnatayotgan paytda? Iloji bo'lsa shu bo'yicha. Quyosh paneli o'rnatayotgan paytda o'rnatilish gradusiga, azimutiga, xo'p, deylik quyosh panelni turiga, invertorda turiga albatta e'tibor berish kerak. Bundan tashqari eng muhim joyi shumi hozir asosiy? Eng muhim joyi shu. Bundan tashqari Hop. tajribasi bor ustalarga, ya'ni tajribasi bor firmaga ishonib, nimaga tajribasi bor? Ertaga muammo kelib chiqsa, texnik jarayonda muammo kelib chiqib, servis xizmat ko'rsatish bo'lgan paytda bemalol murojaat qilib mijoz shu texnik xizmatlar amalga oshirish kerak. Tez va sifatli holatda, tez va sifatli albatta yechim berilishi kerak. Tashqaridan ko'rsataylik obunachilarimizga. Yuring. Quyosh panellarimizni. Obyekt ham juda katta ekan. Rahmatullo, yana sizga bitta muhim vaziyat holatni aytib ketishim kerak. Tadbirkor, fermer do'stlarimiz eshityapti. Qarang, hozir ayni paytida sezon deydi-yu. Mana may oyida turibmiz. Quyoshli bo'ladi. Quyoshli kunimiz uzun, shu sababli rosa foydali bo'ladi. Albatta tadbirkorlarimiz qo'ydirsin, foyda olsin, baraka topsin. Men shuni hammaga bemalol ayta olaman. Albatta hammaga manfaatli bo'ladi. Yana bitta narsa Oybekjon aka, hamma bilsa kerak, 1-maydan elektr energiya, suv, svet, hamma narsani ko'tarildi. Bundan buyog'iga kommunal to'lov narxi oshadiki, tushmaydi. Quyosh energiyasini ham ko'pchilik eshitib qoldim. Hozir 1000 so'mdan olyapti, misol uchun, oddiy aholidan elektr 1 kilovat energiya narxini. Ertaga misol uchun 500 so'm bo'lib qolsa-chi degan narsa bo'lishi mumkin, bo'layotganda misol uchun. Qaytib qolsa-chi. Yo'q, o'zi bundan buyog'iga narx oshib quyosh panellaridan tushadigan sof tabiiy kilovat energiyani ham bundan buyog'iga ko'tarishi mumkin, tushirmaydi. Shu bo'yicha shunga qo'shimcha ma'lumot beraman. Rahmatullo, davlatda, ya'ni energiya vazirligi bor. Energiya vazirligi tomonidan berilgan ma'lumotlarga asosan hozirgi kunda davlatga o'zi 1 kilovat elektr energiyaning tan narxi 1000 so'mdan tushyapti. 1000 so'mdan tushgan narsani subsidiya tariqasida aholiga, tadbirkorlarga ziyoniga beryapti. Ya'ni arzonroq beryapti. Shu sababli quyosh paneli o'rnatish hozirgi kunda kundan kunga jadallashib boryapti. Yuqorida ham aytib o'tdik, hozir o'rnatadigan payti o'rnatinglar, foyda ko'ringlar. Keyin mana bularga 1,5 ming kilo olib o'rnatib bergan bo'lsak, u paytlarda 400 so'mdan olardi. Elektr energiyani 1 kilovatni fermerlardan sotib olardi. Hozirgi kunda mana 1-maydan 800 so'm bo'ldi. Fuqarolarga esa 1000 so'mdan subsidiya beriladi. Subsidiya fuqarolarga, adashmaslik kerak, ko'pchilik adashtiryapti. Subsidiya faqat fuqarolarga qat'iy belgilangan 1000 so'mdan hozirgi kunda, ya'ni soliq ilovasi orqali tushirib olishyapti. Aynan tadbirkorlik subyektlari, fermerlarga, dehqon xo'jaliklariga, bularga siz sotib olsangiz, elektr energiyani 1000 so'mdan sotib olasiz. Davlat sizdan sotib olsa, ortiqcha elektr energiyani 800 so'mdan sotib oladi. Ya'ni 400 so'mlik narsa 800 so'mga aylandi. Bemalol shu 2,5-3 yilda pulini chiqarib olsangiz bo'ladi. Albatta manfaatli, foydali bo'ladi. Yaxshi investitsiya hisoblayman. To'g'ri aka. Yana sizlarga bitta qo'shimcha tavsiya beraman, ya'ni sizlarga qulaylik. Agar tadbirkorlar, fuqarolar, fermerlar O'zbekiston bo'yicha murojaat qilishlari mumkin, bemalol telefon raqamlarimiz bor. Endi bizga murojaat qilsa, biz masofadan turib, internet orqali joyini, hududini tahlil qilib beramiz. Quyoshning nuri tushishi darajasini, qancha gradusga o'rnatilish kerakligini, shamolda esishini, bundan tashqari azimutlarini hisobga olib, biz qaysi darajada o'rnatish kelishlarini ilmiy asoslangan holda tahlil qilib, PDF shaklida qilib tashlab beramiz. O'zlari bemalol shuni o'rganib chiqib turib, keyinchalikda bizga yana aloqaga chiqib, bu masalada yana ham ko'proq o'rnatish masalasini mana muhokama qilib olsak bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Zo'r. O'zi tavsiya berasa, elektr energiya sarfi qancha energiya sarf qiladi o'zi? Davlatga sotmoqchimi yoki faqat o'zini ehtiyojini to'ldirsa bo'ldimi?
shu bo'yicha o'zingiz kerakli tavsiyalarni berib o'taveramiz. Albatta bunda hozir tadbirkorlar, fuqarolar, fermerlarni biz o'zini, ya'ni energiya nagruzkasini tekshiramiz. Nagruzkadan kelib chiqib turib biz tavsiya beramiz, qancha kilovatlik quyosh panel stansiyasini o'rnatish kerakligini bir qator to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Bo'ldi. Tadbirkorlar, fuqarolar, fermerlarga sizga ham shunday quyosh panel stansiyalari kerak bo'lsa, albatta bizga aloqaga chiqinglar, quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar. Kanallarimizga podpiska bo'linglar hamda tanishlaringizga, do'st birodarlaringizga, tadbirkorlarga kanalimiz haqida ulashinglar. Ma'lumot berib qo'yinglar. Eng qizig'i obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki quyosh panellarni tanlashda eng kerakli narsa hozir ko'rsatganimiz inverter tanlashda ko'pchilik xato qilar ekan. Inverter ham arzon narsa emas, 500-600 ming dollarlari bor. Kuyib qolmanglar qisqasi. Shu tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Ko'pchilik qilayotgan xatolarga yechimlar bo'yicha Oybekjon akamiz o'zlari bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Ma'lumotlarni, yechimlarini berib o'tishadi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat.